videoda biz dunyodagi hammani tanib biladigan programmani siz bilan birga sinab ko'ramiz. Rostmi yoki yolg'on? Video davomida bilib olasizlar. Birgalikda. Bugun xorinlar yo'q, hech narsa yo'q. Bugun yangicha yo'nalish, yangicha kontent. Hozirroq bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Biz boshlaymiz. Hammaga salom jigarlarim. Qisqacha bu haqida ma'lumot berib ketaman. Bu programmaning nomi Akinator. Bu programma aytishi bo'yicha bu hamma narsani ishlatgan, hamma narsani bilar ekan. Biz o'ylaydigan, misol uchun bironta aktyorni o'yladiki, o'sha narsani topib berar ekan. Bu degani butun dunyoda eng mashhur odamlarni bilar ekanmish. Sal xavfli programma ekani sinab ko'ramiz. Hop, jigarlarim, biz videoni boshladik. Videoni ko'rishdan oldin bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Hali bunaqa kontentlar hali zo'r bo'ladi, juda ham ko'p bo'ladi. Biz boshladik bo'lmasa. Hop, jigarlarim, bo'lmasa boshladik. Sizlarda paydo bo'ldi programmamiz. Hop, bu eshitmay tursin, bunday turaylik. Hop, qaysi futbolistlardan boshlaymiz? Har doimgidek Ronaldo, Messi. Kimdan? Masalan, birinchi hop Ronaldodan boshlaymiz. Qaraylik, Ronaldo haqida savollar beradi, biz to'g'ri javob berishimiz kerak bo'ladi. Keyin bilib olamiz. Boshladik bo'lmasa. Раз мне вызов, я прочту ваши мысли. Menga вызов tasha, men xayollarimni o'qiyman deb. Boshladik. Играть. Чувствительность аудитории сможет играть безопасно, хотите включить фильтр откровенного содержимого. Ну, сейчас контент ulyaptim. Boshladik. Hop, savollar berish boshladi. Ваш персонаж женского пола. Sizning personajingiz ayol jinsimi deb. Yo'q. Hop, o'ylayapti. Говорит ли ваш персонаж на русском? Bilasizlar, aytmoqchi turganimiz, esingizda tursin. Hozirroq bitta yozinglar, kommentariy yozinglar, topaladimi, topolmaydimi? Like bosishingizdan chiqmasin, obuna bosib qo'ying. Hop, говорит ли ваш персонаж на русском? Ruscha gapirmaydi. Yo'q. Ваш персонаж существует в реальности? Да, конечно. Ruscha obuna qo'ying. Hop, ваш персонаж американец? Yo'q. Ваш персонаж прославился благодаря футболу? Yo'q. Futbol orqali tanilganmi deyapti. Ha? Ваш персонаж играл в Real Madrid? Yo'q. Yo'q, o'rtoqlar, shokdaman. Da. Ваш персонаж portugalец? Yo'q, nima bo'lyapti? Da. So'rayapti. Ваш персонаж больше 50 лет? Yo'q. 50 yoshdan balandmi deyapti? Yo'q. Ваш персонаж полиции? Yo'q. Politsiyaga aralashmaymiz. Hop, ваш персонаж играет под 7 номером 7-chi raqamda o'ynaydimi deyapti. Yo'q, o'rtoqlar. Hop, da. Topyapti. Ronaldo topdi. Yo'q. Jigarlar, hozirroq Ronaldochilar bo'lsa, bitta like, bitta obuna bosib qo'yinglar hozirroq. Men shokdaman, jigarlarim. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozinglar hozirroq. Va fikrlaringizni yozinglar. Bitta to'q chiqaman. To'g'risi aytyapman, erkakcha gapim, hali men sinab ko'rganim yo'q edi. Programmani tortdim, bu narsani ideya qilib qo'ydim, hali ishlatganim yo'q edi. Sizlar bilan birgalikda reaksiya qilamadim. O'shaning uchun reaksiyam живой. Mayli. Jigarlarim, bitta like. Biz keyingi futbolistga o'tamiz. Ketdi. Hop, jigarlarim, men hali boshlaganim yo'q, hali bosganim ham yo'q, ko'rib turibsizlar ekranda. Hop, endi Messi. Ketdi. Buni ham topsa, fikrlaringizni yozinglar, nima deb o'ylaysiz, topalam yo'qmi? Известность вашего персонажа имеет отношение к футболу? Yo'q, bu ataylar qilyaptimi? Da. Ha. Ваш персонаж играл в Real Madrid? Yo'q. Ваш персонаж старше 30 лет. 30 yoshdan balandmi deyapti? Ha, baland. Ваш персонаж Argentina? Из Argentina? Yo'q. O'rtoqlar, bular halyapti, men shokka tushib qo'yapman. Ha. Ваш персонаж пожилой, старше 50 лет, старше 50 лет. 50 yoshdan balandmi deyapti? Yo'q. Ваш персонаж политик? Yo'q. Ваш персонаж играет под номером 10? Yo'q. Men hozir g'alati bo'laman, hozir qanday topyapti buni? Da. Ваш персонаж занимается политикой? Нет. Yo'q.
Vas personaj pravsha. Unaqa deyapti. Yo'q. Unaqa emas. Chap emas-ya. Yozib olinglar, bilganlar kommentariyaga. Lionel Messi. Topdim. Yo'q, qanday bu narsa? Haqiqatan ishtahamikin. Nima deb o'ylaysizlar bu narsa? Qanday iloji bor bu narsani ishlashda? Men shokdaman. Jigarlarim, Ronaldochilar birinchi videoga like bosinglar, obuna va Messichilar har doimgidek hoziroq like, obuna bosib qo'ying. Yana bir kishini sinab ko'ramiz. Video yoqib turgan bo'lsa jigarlarim, kommentariyaga yozib kelin yozinglar. Shunaqangi yo'nalishlar, shunaqangi kontentlarni, har xil programmalarni ko'paytiraylikmi? Bu yangi yo'nalishimiz bo'ldi. Jigarlarim, sizlarga ishonaman. Biz keyingi videoga o'tamiz. Ketdik. Jigarlarim, bizda keyingi aktrisa emas, adashib ketdim. Qo'shiqchi, bunday qilib ishlanmasin, bundoq mikrofonni olib turib. Xo'p, ko'pchiliklarning qalbidan joy olgan Shahlo Ahmedova haqida ma'lumot berib ko'ramiz. Topaladimi yo'qmi? Shahlo Ahmedovani yaxshi ko'rganlar, qalban birgamiz. Bitta like bosib qo'ying. Katta bo'lmasa. Xo'p. Reklama. Nima kerak bor shu reklamani? Bizga kerak emas. Xo'p. Asujdayu bu narsani tortmaylar. Montajga yozib olamiz. Bo'lingda arkasi qilib bering. Yo'q, biz o'ynamaymiz, bu narsalarga qarshimiz. Xo'p, migratsiya nova. Ketdi, masalan. Bildiringlar kimligini. Xo'p, ваш персонаж к настоящее время игрок команды? Нет. O'zcha biz chalqitmoqchi bo'lyapti. Futbolist o'ylayapti. Yo'q, biz shu sirimiz. Ваш персонаж старше 30 лет? 30 yoshdan balandmidi, kichkinamidi? Ya, kommentariyaga yozib ketinglar. Hozir bitta o'ylab olay. Xo'p, 30 yoshdan menimcha kichkina bo'lishi kerak. Yo'q, kattamikin. Ya, menimcha katta edi, 30 yoshdan katta, ha. Ваш персонаж говорит по-русски? О, xatam bilamiz. Ha, menimcha gapirishadi. Ваш персонаж имеет отношение к спорту? Sport yo'q. Ваш персонаж женщина уже, ayol kishi. Да. Ваш персонаж из вашей семьи? Yo'q. Taniydi meni oilamdan bo'lganda. Ваш персонаж певец? Да. Ваш персонаж старше или лет? Yo'q, qarib olmaylar, hali yoshlar bunlar. Если ваш персонаж дети? Yo'q. Jigarlarim, agar mana shu videodan 2000 ta like, 2000 ta obunachi kelsa, men amerikalik aktrisalarni qilib ko'raman. Sizlarga yoqsa, mana shu video kommentariyalar ko'p. Agar birlashsak, kommentariyalarni juda ko'p yozsalaring, hamma fikrlaringni, video shu yo'nalish yoqdimi, yo'qmi shularni yozasizlar. Bitta hozirroq like, obuna bosasizlar. Agar 2000 ta like, 2000 ta obunachi kelsa, apaxonlarni, kalbiratlarni sinab ko'ramiz. Topaladimi yo'q? Sizlarga qiziq bo'lsa, shunaqangi videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, hozirroq bosib qo'yinglar и yozinglar. Fikrlaring, bitta o'qib chiqaman. Xo'p, ваш персонаж был на телепроект «Замуж за Бузову»? Yo'q. Menimcha yo'q. Ваш персонаж живет в России? Yo'q, Rossiyalik emas. Ваш персонаж из Украины? Yo'q. O'zbekistondan. Ваш персонаж musulmon? Да, albatta. Ваш персонаж живет в Казахстане? Yo'q. Узбекистан. Да, o'zbekistonlik. Ваш персонаж когда-нибудь рожал детей? Balasi yo'q. Topaladimi? Nima o'ylaysizlar? Intrig kuchayapti. Xo'p, jigarlarim, ming bor uzr, texnik nosozlik bo'lib qoldi. Ваш персонаж короткой стрижкой deyapti. Короткой стрижкой. Короткий emas, yo'q. И ovoz qo'yapman. Имя вашего персонажа состоит из 5 букв? 5 ta harfdan iboratmi deyapti. Eshitmayapsan? Xo'p, da. Ваш персонаж старше 40 лет? Yo'q, ancha qaratyapsan. Apam, mani apam. Kommentariyaga mani apam yozinglar. Ваш персонаж videoblogger? Videoblogger. Lekin blogger emas menimcha. Ilk lekin aniq javob berishimiz kerak, blogger emas. Xo'p. Ваш персонаж короткая прическа deyapti. Короткая. Ya'ni manetdan bo'lgani korotkay bo'ladimi? Ha. Xo'p, ha deylikchi. Va имя вашего персонажа состоит из 3 слогов? Yoshligimizda o'xshagan naqlyapmanmi? Yo'q.
tushsalar. Qiynayapmiz. Вас personaj родился в O'zbekistone. Da. Jigarlarim, yoqayaptimi sizlarga? Menga juda yoqayapti. Bilasizlar nima qilishni, bosinglar. Ваш personaj русское имя? Yo'q. Qiynal. Ваш personaj был популярен в 90-х. Нет, topolmayaptimi shaxloni? Ваш personaj известен в kino. Kino. Yo'q, kinodan ko'tarilmagan. Нет. Qiynayapmiz. Yo'q, qanday shaxlotim edi bu? Jinni bo'ldim bor-ku. Men jinniligim tutyapti. Men shokdaman hozir. Jigarlarim, sizlar nima deb o'ylaysizlar bu programma haqida? Yozinglar. Nima bo'lsa ham kommentariy yozinglar. Sizlarga yoqdimi shu yo'nalish? Like ham bosinglar, obuna ham bosinglar, videoni jo'natib ham qo'yinglar. Bitta narsa, jigarlarim, qaranglar. Men yangi yo'nalishlarni ko'paytiryapman. Sizlarga agar mana shu video, shu yo'nalishingiz yoqqan bo'lsa, aktivlik nima bila olaman. Men to'g'risi juda yoqdi menga. Shu yo'nalish yana qilib ko'rmoqchiman. Endi chet ellik aktrisalar, blogerlar bilan yozinglar fikrlaringni. Sizlar nima o'ylaysizlar? Men bitta o'qib chiqaman va keyingi video tez kunda chiqadi. Sizlarga yoqsa shu rubrika. Xo'p, jigarlarim, e'tibor uchun rahmat. Keyingi videolarda tez kunda ko'rishguncha xayr. Har doimgidek yetamiz va biz mashhur gapimiz. Mikrofonimiz yo'q. Sizlarni yaxshi ko'raman.